jonli ham so'yib kelaman dedi, borib turib kichkina echkini oldi, so'ydi. So'ygani ketayotganda Rasululloh aytdilar, agar so'yadigan bo'lsangiz, inzabahta falatazbahanna talaban. Sut beradiganini so'ymang dedilar. Pishirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib keldi. Ayoliga xamir qorib, non yopishlikni buyurdi. Ovqatda Rasulullohning va ikkala sahobani Allohga olib kelib qo'yganida, Rasululloh haligi go'shtdan ozgina olib nonga o'rab, "Monani olingda, Fotimaga olib boring, bir necha kundan beri bu narsa yegani yo'q" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasulullohning uyida haftalar o'tib ketar edi, qozon qaynamas edi, o't yoqilmas edi. Sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib bo'lganlaridan keyin "Vallazi nafsi biyadihi inna hada huwa an-ni'am allazi tus'aluna anhu yawmal qiyamah." Albatta bu ne'matlar shunday ne'matlarki, qiyomat kunida savolga tutilasizlar bu narsadan. Shuning uchun musulmon odam ovqat yeyishdan oldin bismillah deyishlik kerak, toki shayton sherik bo'lmasin. Shukr keltirishlik bitta ko'rinadi.